Assalomu alaykum. Bugun siz bilan aqliy qobiliyatingizni shakllantirishda shakllarning o'rni mavzusida bir necha o'yinlar bilan tanishamiz. Birinchisi, kvadratni teng markazda tutashtiruvchi 4 qismga bo'lib olamiz va bu shakllarning hammasidan foydalanib kvadrat yoki trapetsiya shaklini yig'amiz. Mana bu trapetsiya shakli, mana bu kvadrat shakli. Ikkinchisi, kvadratni biz belgilab bergan qismlar ko'rinishida qirqib olamiz va bu shakllarning hammasidan foydalanib kvadrat shaklini yig'amiz. Navbatdagi kvadrat shaklini o'zingiz hosil qilib ko'ringchi. Uchinchisi, kvadratga belgilangan gorizontal va vertikal ko'rinishda nuqtalarga shurtlarni mahkamlab olindi. Bu yerda 5 ga 5 qilib olganmiz. Bunda nuqtalar bo'yicha rezinkalarni qistirib, archa shakli hosil qilganmiz. Siz ushbu nuqtalardan foydalanib, naqsh, gul, hayvon, meva, sabzavot, idish, kiyim kabi shakllarni o'zingiz hosil qilib ko'ringchi. Ushbu shaklli o'yinlarni o'rganing, tengdosh va yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.